Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gujit.com meyvelar haqida bir to'liq gaplashamiz. O'zi asli bu Gujit.com'da bizlar yangi nom berdik. Bunga hozirda taqiq qo'yilgan sababli. Chunki bu yagidi goji Rossiyalarda, Yevropalarda goji beri deb sotiladi-da. O'zbekistonda ham bizlar yagidi goji deb sotyapti turdik. Mana mulk agentligidan o'zi qo'ng'iroqlar ham bo'lyapti. Ular biza sotmang, nomini o'zgartiring. Bu O'zbekistonda kimgadir qarashliymish. Ki mana Rossiyaga eksport chiqaradigan bo'lsangiz, yillarki yagidi goji deb chiqara olmaysiz. Chunki yagidi goji brendi Rossiyaga qarashli degan ma'lumotlarni berdi. Shularga nisbatan bu gojini nomini o'zgartirdik. Endi asta shunga moslashib boramiz. Gujit.com deb. Agar goji deb yana ham sotuvni qo'yadigan bo'lsam, shtrafi ham bor ekan. Даже hozir mana YouTube'larda o'qiyapman, birovni brendidan doimiy foydalanib kelsa, даже qamoq jazosigacha tortilishi mumkin ekan. O'sha uchun Gujit.com deb nom berdik. Bu Gujit.com deganimiz juda bir shifobaxsh. Mana shunday ko'chatlardan ekib ko'paytiriladi asosan. Asosan qalamchasidan ko'paytirilishi kerak, urug'idan emas. Urug'idan ekkanlar ham geni o'zgarib, hosili mayda bo'lib qolib, qaytib kelib mendan olib ketishyapti. Men 2018-yil oldim buni Xitoy Tibet o'lkasidan. Chunki shunga majbur edim olishga. Mana jigar siryozga chalinib qolgandim. Jigar siryozlar juda bir yomon kasalda, dorilari ham juda qimmat. Shu izlanib oxiri shu yagidi goji degan mevani ko'rdim, izlandim, qidirdim va nihoyat Xitoyda Tibet o'lkasidan oldim 4 dona. Bittasini quritib qo'ydim ayrim sabablarga ko'ra, 3 tasini rivojlantirdim. Hozirda shu 3 tadan rivojlangan ko'chatlarim hammasi. Bu shifobaxshligi ko'pincha men to'liq aytaman, ishonch bilan barcha kasal davolasa bo'ladi. Chunki o'zim boshimdan sinab ko'rdim. Mana jigar siryozni tuzatib berdi-da. Mana sahrga ham juda foydali. Qon bosimiga ham. Даже ko'zdagi kataraktalarcha so'rilib ketyapti-da. Mana doimiy iste'mol qilgan klientlarim bor. Endi prosta ular katta lavozimda ishlab, hozirda pensiyada, qo'y dedi, meni bezovta qilmasin deyapti-da. Bo'lmasam ular nomerigacha berishim mumkin. Mana Buxorodan bor, Xorazmdan bor, iste'mol qilib keladigan. Даже boshida men uylarimgacha keluvdi mehmon bo'lib. O'shalar iste'mol qilyapti, juda bir yaxshi. Ular endi ko'chatlardan ekib oldi. Hozirda mevasida olmaydi, o'ziniki mevalari o'zlariga yetadi. Mana tanadagi oq dog'larga ham to'liq ishonch bilan ayta bilaman, tuzalsa bo'ladi, oq dog'ni yo'qotsa bo'ladi. Chunki mana shu Gujit.com mevalardan doimiy iste'mol qiladigan bo'lsa, tanadagi oq dog'lar ham yo'qoladi. Chunki buning tarkibida melanin degan bir moddalar bor. U melanin degan moddalar teriga rang beruvchi. Ki mana meditsina ham davolayapti oq dog'larni. Yaxshi, yomon emas. Lekin keyin qaytalayapti. Abana lazer qo'yyapti, boshqa qilyapti. Yaxshi davolab chiqaryapti, ma'lum bir vaqtdan keyin qaytalayapti. Bu Gujit.com'dan davolanadigan bo'lsa, bir ikkitagina niholni ekib oladigan bo'lsa, keyinchalik ham shu mevasidan iste'mol qilib yuradigan bo'lsa, qaytalamaydi. Sahr ham qaytalamaydi. Qon bosimi ham qaytalamaydi. Chunki doimiy iste'mol qilib yuradi. Bu doimiy iste'mol qilib yurishga qiyin ish emas. Faqat buni sifatlagani mevasidan bo'lsin edi. Shu dasturxonda bo'lish kerak doim. Doim ikkimal iste'mol qilish uchun ertalab, obedga, ovqatdan oldin iste'mol qilish uchun dasturxonda bo'lish kerak. Kechga iste'mol qilish shart emas. Keyin bu har qanday kasalni ham davolash uchun nafaqat bu mevachani, joyi kelsa mevacha ham foyda qilmasligi mumkin. O'sha uchun mana ovqatlanish madaniyatini ham sal o'rganish kerak. Iloji boricha oq nonni kamaytirish kerak yoki vobshe oq nondan chiqish kerak. To'g'ri, yoshligimizda eslayman, bizlar ham ota-bobolarimiz ham non yegan.
lekin yeydigan nonimiz bunaqa vish sort emas edi. Birinchi sort, ikkinchi sort tarkibida kipagi bo'lardi. O'sha kipak ishni qotishiga yo'l qo'ymaykanda. Hozirgi unlarimiz vish sort haddan tashqari oq. Ular вообще-то kraxmal bo'lib qolganda, ishga kirdimi, xot bo'lishkasi bo'lsin, xot xamir oshi bo'lsin, ishni qotiradi. Даже meditsinada ham ko'p gapirilyapti bu oq non haqida. Endi qora non sotib olib yeyishga, iste'mol qilishga juda qimmatli qiladi. O'sha uchun oq non iste'mol qiladigan bo'lsak, mana ko'p insonlar uyida non qilinadi. O'shandaqa vish sort bo'lsa ham, mana bozorda, hozir ayrim magazinlarda ham kipak sotilyapti. O'sha kipakdan olish kerak. Masalan, 8 kilo undan qilinyaptimi, 1 kilo ziyodroq kipak aralashtirib olish kerak. Yoki kipakni o'zini qaynagan suvga aralashtirib ichib turish kerak, dimlab. Mana u ham juda foydali narsa. Mana даже mana oshqozondagi ichak patlaridagi ularni arasida qolib ketgan shlaklarni ham qo'poradi deyilgan, qo'porib tushiradi degan kipak. Kipak o'zi juda foydali. Bu go'jetdagi mevalardan doimiy iste'mol qilib yurgan, qilishi mumkin bo'lgan insonlarda umuman kasallikka chalinmaydi. Chunki bu immunitetni ham yaxshi ko'taradi. Bu ekspertga chiqargan taqdirda ham ekspertdan yaxshi sotilish uchun sifatli mahsulot bo'lishi kerak. Sifatli deganda qanday? Masalan, shu quritilgan mevalarni uzunasi 1 santimetrdan 1,5 santimetrgacha deyilgan, mana eniga 50 millimetr deyilgan. O'sha mahsulotlar ekspertga chiqsa bo'ladi deyilgan. Ekspertda ham tan narxi baland. $6 $50gacha sotilyapti. Endi to'g'ri boshiga $6 ilashish mumkin, keyinchalik $50 ilashish mumkin, shartnoma qilib, yo'lini qilib. O'sha uchun qiziqingizlar, kelajagi porloq bu go'jetdagi mevalarni. Endi yagida go'jet deb nomlamaymiz, go'jetdagi deb o'rganamiz va moslashamiz. Mahsulot ko'paysa, mana qayta ishlashlarni ham yo'lga qo'yamiz. Kelajakda o'zimizdan, O'zbekistondan mahsulotimiz ortaydigan bo'lsa, chetga ham chiqaraveramiz ekspertga. Faqat sifatli mahsulot yetishtirishda gap. Sifatli yetishtirdingizmi, u narsani imkoni bor. Avvalo o'zimizda O'zbekiston xalqi sog'lom yashashi uchun O'zbekistonni ta'minlab tursak ham juda bir yaxshi bo'lardi. Buni quritilgan mevalarni ham saqlash yo'llarini ham o'rgataman. Buni ochiqda saqlaydigan bo'lsangiz yo paketda saqlaydigan bo'lsangiz, qandaydir o'zidan qurt paydo bo'ladimi, yoki qandaydir bir qurtlab ham qoladi. O'shanisiga ham e'tiborli bo'lish kerak. Bu qurt tushirib qo'ymaslik kerak. Qurt tushirmasangiz, bir ayrim idishlarda saqlasangiz 5 yilgacha ham saqlasa bo'ladi. 5 yilda ham tarkibi o'zgarmaydi yo bir aynimaydi. Faqat yaxshi qurigan mahsulot bo'lishi kerak. Bizlar mana daraxtdan uzilgan, pishgan mevalarni ham sotdi, kilosini 200 mingdan tushdi ular bizaga. Bu shifo baxshiga daraxtdan o'zib yeyilgani ham juda shifo baxsh. Lekin uni ham me'yori bor. Me'yordan ko'p iste'mol qo'ymaslik kerak. Me'yordan ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa, ishni suraveradi. Keyin qon bosimi ko'tarilishi mumkin, yurak tez urib qoladi deyilgan, ko'ngil ayniydi degan. O'sha uchun ko'pidan sal ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu quritilganni ham ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Mana yosh bolalarga ham iste'mol qilsa bo'ladi. Kam dozada. Masalan 5, 6, 4, 5 yoshdagilarga 1-2 dona, 1 dona iste'mol qilsa bo'ladi. Homilador ayolga ham kam-kamgina iste'mol qilsa bo'ladi. Emizikli ayolga ham faqat kam dozada. Lekin qizil narsaga allergiyasi bor insonga kategoriyasi mumkin emas. Uni allergiyasi qo'zg'ashi mumkin. O'sha uchun ehtiyot bo'lingizlar. Lekin qizil narsaga allergiyasi yo'q insonlar uchun juda bir foydali narsa bor. O'sha uchun ehtiyot bo'lingizlar. Mana qon suyultiruvchi dorilarga qo'shib iste'mol qilmaslik kerak. Mana ayollarimiz fayz ko'rganda iste'mol qilmaslik kerak. Oshqozonda, gemoroyda qon ketib turgan paytda iste'mol qilmaslik kerak. Qon kelmagan, oshqozonda yara bor, iste'mol qilsa juda bir foydali narsa. Sizlar bilmaysizlar-da, menga ko'pincha qo'ng'iroqlar turadi, shu bilan olib iste'mol qiladigan insonlardan. Shunaqangi bir
yaxshi fikrlar bildiryapti. Rahmatcha rahmat duo qilib. To'g'ri ularga foyda beryapti-da. Agar chini bilan foyda bermay, men ham bir mashina bo'lganimda menga bu ishni qildirmaydi ham, joyimga qo'yib ham qo'yaydi ko'p odam. Chunki foydam tegyapti. Ular shunaqangi bir yaxshi fikrlar berib, yaxshi niyatlar qilyapti, yaxshi tilaklar tilab. Shu uchun odamga bir motivatsiya beradi-da bu gaplar. Chini bilan voy sen mashinani undaysan, mundaysan deb qarg'asa odam qilgisi ham kelmay qoladi bu ishda. Shunaqangi bir yaxshi gaplar eshitgandan keyin odam yana ham bir rivojlangisi, yana ham rivojlantirgisi keladi-da bu go'jatdokon mevalarni. Kelajakda nasib bo'lsa yana ham rivojlantiramiz, harakat qilamiz. Birgalikda hali ko'p ishlar qilamiz nasib bo'lsa. Mana hokimiyatlar ham qiziqyapti buni ko'proq yetishtirishga. Mana ekspertini yo'lga qo'yishimizga, boshqalariga, qayta ishlashlarimizga hozirda ular ham anchagina bosh qotiryapti. Mahalladan bir 200 ta kam ta'minlangan oilalarga ham ektirmoqchi bo'lyapmiz nasib bo'lsa kelajakda. Shu bu maqsad O'zbekiston xalqini ta'minlab chetga eksportga chiqarish. Eksportga chiqaradigan bo'lsa qancha yuk bo'lsa ketadi eksportga. Faqat sifatli mahsulot yetishtirishdan maqsadimiz. Shunaqa gaplar, mayli sizlarga ham rahmat e'tiborlaringiz uchun, qiziqingizlar. Kelajakda bir O'zbekistondan bir yaxshi foydali mevalar eksport qilishlarini yo'lga qo'yib olishimiz uchun. Mana ko'p oilalarda ish bilan ta'minlashimiz mumkin shu yo'l bilan ham. 8 so'tga ekkan insonni daromadi yetadi-da bitta oilasiga. Agar chini bilan ekspertlarni yo'lga qo'yib, bir yaxshi mahsulot yetishtirishda yo'lga qo'yib olsak, daromadi yaxshi, yomon emas. Faqat sifatli mahsulot yetishtirish, doim bilim, talab, til o'rganish kerak, tilni bilish kerak, bu chetdan ma'lumotlar olish uchun, go'jatdokon haqida ma'lumotlar yig'ib olish uchun. Baribir bilim kerak, har bir sohada bilim kerak bo'lyapti. O'sha uchun harakat qilingizlar, birgalikda nasib bo'lsa olib ketaveramiz ishda. Charchamangizlar, doimo sog' bo'lingizlar. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarda uchrashaylik. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Sog'lik kerak doimo. Doim sog' yashashlaringiz uchun. Doim go'jatdokon mevalardan iste'mol qilib turingizlar. Asosan yosh katta otaxon, onaxonlarga yetishtirib beraylik. O'shalar duo qilsin, duolarini olaylik. Sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar.